Assalamu alaykum. Noqat qarşı Matat kanalının katılışçıları. Bugün günge 3 yanvar 2022 yılda 2 gündeki sizlerle konuşturganızga quvonuşdabız. Noqat qarşı Matat kanalı daima sizlerin hizmetinize işti başladık. Hazır qaysi banklar açık ekan şol yerlerden ma'lumot alabız. Bizden olsa like bosib komentar yazıp qo'yinglar, hurmatli tuğanlar. Hazır işlegan banklarni qarab bir sira ko'rib qursaq aytib qo'yasiz sizlarga. Hurmatli tuğanlar, hazır bitta kompaniyam bana işletadigan şol yerden ma'lumot olasiz. 85 so'm verilgan dollar, 91 so'm euro, 1 so'm 15 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, 1000 rublin 1150 so'm pul bo'ladi ekan. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Kompaniyam bana işletadigan Noqatach. Az ko'ramiz, qaysi banklar ishlatadigan şol yerdan ko'ramiz. Hurmatli tuğanlar, shunday Noqat qarshi ishlatadigan sizlarga qo'shishadi. Daima bizga meni videomizni like bosib komentar yozib qo'yinglar, hurmatli tuğanlar. Daima sizlarga o'zimiz bitta bank ishlatgan hozir kompaniyam bankalar. Boshqa bankda ishlayotgan hurmatli tuğanlar. Şunu olsa like bosib komentar yozib qo'yinglar. Görüşürüz. Assalomu alaykum.